Yurtimizda yillar davomida davlat dasturini tasdiqlanib borilishi bu azaliy odatiy holat bo'lib, har yilga berilgan nomlanish asosida har bir sohani rivojlantirishga qaratilgan bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2025-yil biz ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni davlat dasturi asosida olib borgan bo'lsak, 2026-yili mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirishga qaratilgan barcha ishlarni amalga oshirishni bosqichma-bosqich olib borishni reja qilib olib, davlat dasturi asosida olib borishni belgilab olmoqdamiz. Bu nima degani? Davlat dasturiga kiritilgan har bir amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar, ya'ni mahallani va mahallada yashaydigan har bir oilani, har bir insonni farovon hayot kechirishiga qaratilgan hissa qo'shadigan bir amaliy chora-tadbirlar bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, agar tibbiyot sohasini aytib o'tadigan bo'lsak, tibbiyot sohasi barcha aholini, fuqarolarni, ayollar, bolalar, keksalarni salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan bir yo'nalish va soha bo'lsa, bu sohani rivojlantirishga 10 ga yaqin band belgilab olingan. Bu bandlarni ichida 50 dan ziyod maqsadlar, vazifalar ham kiritilgan. Davlat dasturida belgilangan asosiy bandlardan biri 10 milliondan oshiq bolalar orasida onkogematologik kasalliklarni skriningini o'tkazish belgilangan. Bu juda ham muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Hammaga ma'lumki, bolalarni onkogematologik kasalliklarga uchrashi yurtimizda uchrab turishi bilan birga, ularni bu kasallikdan so'ng ko'p muddat orasida og'ir nogironlik holatlari kelib chiqishi ham, ularni asorati oqibatida ko'pgina bolalar hayotdan ko'z yumayotganligi ham hammaga ma'lum. Bu kasallikni erta aniqlab, ularni oldini olishga qaratilgan ishlarni izchil yo'lga qo'yishimiz bolalar orasida turli xil o'lim holatlarini kamaytiradi va oilalarni ko'pgina sarsongarchilik, og'ir kasallangan bolalar bilan ovoragarchiliklarni oldini oladi. Onkologik yo'nalishda ham yana bir davlat dasturiga kiritilgan muhim bir ustuvor yo'nalish mavjud. Bu yo'nalishda ayollar orasida ko'krak bezi saratoni va bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash bo'yicha skrining jarayonlari yillar davomida o'tkazilsa-da, bundan buyon davlat dasturi asosida bu erta aniqlangan ayollar to'g'rima-to'g'ri kompyuterlashtirilgan, raqamlashtirilgan tizimga kiritib, shu aniqlangan jarayonni o'zida ularni davolanishi jarayoni boshlanadi va bu bemorlarni kasallikni asoratlanishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni olib borishga katta hissa qo'shadi. Yurtimizda sog'lom avlodni shakllantirishga qaratilgan katta keng qamrovli ishlar olib boriladi. Bu borada bola tug'ilgunga qadar homiladorlar orasida homiladorlarga davlat tomonidan bepul ta'minlanadigan yod preparatlari, temir preparatlari bilan homilador ayollarni sog'lig'ini mustahkamlab, sog'lom bolalarni dunyoga kelishiga qaratilgan katta ishlar amalga oshiriladi. Aynan shu davlat dasturida ham bunday ishlarni, tadbirlarni davomli ravishda olib borilishi bizning yurtimizda sog'lom genofonni yaratilishiga, unga zamin qo'yilishiga, shuningdek bolalar orasida turli xil surunkali kasalliklarni oldini olishga qaratilgan tadbirlarga asos bo'lib xizmat qiladi.